Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, hurmatli qishloq xo'jaligi xodimlari. Mana kechagi tabiiy ofatlar hisobiga yotgan gallalar to'g'risida jinday tushuncha bermoqchiman. Gallaga birinchi o'rinda mana bo'y o'sib ketgan. Noto'g'ri azotni ko'p berib berishning hisobiga o'ta bo'ydor bo'lib ketgan. Bu noto'g'ri sug'orish, noto'g'ri azotni, karbamidni berib qo'yishning hisobiga bo'y o'sgandan keyin ko'chat qalin, mana bu tanasi ko'pini, nimasi tanasi ingichka. Ko'chat o'ta ko'p, ko'chat qalin. Endi mashina nima demoqchiman buni? Buni gallani parvarish qilayotganda, gallani bo'yi naychalash davrida gallani o'zini regi degan preparatlari bor. Misol uchun, bo'yini o'stirmasdan mana bu bo'g'in oraloqlar bo'ladi gallada. Mana bo'g'in oraloqlarini qisqartirib olib ketadi, ammo tanani yo'g'onlashtirib oladi. Sajan vazifasini bajaradi. Gallalarda sajani deyiladi. Regi nomi. Regi. Shundan mana shunday paytida tuplash davrida sepiladi. 1,5 litrdan sepsangiz ham ozuqa beradi gallaga. Ham boshoqni kattalashtiradi, ham gallangizni tanasi yo'g'on bo'lgandan keyin yotmaydi ertaga, yotib qolmaydi. Bu birinchi tavsiya. Endi ikkinchi tavsiya kaliy degan narsa berish kerak. Kaliyni biznikilar juda kam beradi. Pashta respublika bo'yicha ham kaliy ko'pchilik bermaydi. Qisman beradi-da. Kaliyni bersangiz, kaliy ham mana tanani juda yo'g'onlashtiradi, tana mustahkam bo'ladi. Kaliy yegan galla yoki boshqa o'simlik. Tana mustahkam bo'lsa, kamroq sinib, kamroq yotadi. Endi bu yil yana bitta tavsiyani aytmoqchiman. Rasmashaka gallangiz o'sib ketgan bo'lsa, sug'ormay turish kerak. Jinday suvdan tortib turish kerak. Shamol to'polon paytda sug'ormay turish kerak. Shamol to'polon bo'lyaptimi? Sug'ormay turing. Havo ochiqmi? Prognozni ko'rib turib, kunlik prognoz olsa bo'laveradi. Boshoq to'layotgan davrda lekin namlik kerak yerga. Ras o'sib ketdimi, jinday ehtiyot qilib suvdan ham tortish kerak buni. Suvdan tortmadingiz, yana bitta shamol oladigan bo'lsa, tekis yotaveradi. Bo'y o'sib ketgan, bo'y juda baland. Endi bu yildan keyingi tavsiya shu, ikkita tavsiyani hozir aytib o'tdim men. Pilos hozir shu gallaga mana. Unda qarasangiz boshoq o'zi galla yotgandan keyin 20% anaqa kam degan so'z bo'ladi. Mana qarang, shirani ko'ryapsiz mana. Shira ko'rinib turibdi. Shira bor gallada. Mana. Kaliyni qaysi paytlarda bergan afzal deysiz? Kaliyni ekish bilan birga. 80% ni berish kerak. Yer tayyorlash mobaynida misol uchun fosforlik, ammofoz, kaliyni yerni tayyorlayotganda turpoqqa aralashtirish kerak. Turpoqqa aralashtirib bersangiz, samarasi 99% bo'ladi. Siz o'z yerlaringizga tashladingizmi mana bu yilgi holatda bug'doy zirasi baquvvat bo'lgan, shu joyga qancha? Meni gallam yotmaydi-da 1 gramm. Qancha kaliy, qancha ammofoz solgansiz shu joyga? 200 kg ammofoz, 200 kg kaliy solaman. Bo'ldi, shu bir martada beraman. Shuni o'zi taqdirni 50% ni hal qiladi. Bargidan berasiz suspenziyani, azotni ozroq beramiz, bo'ldi, shuni o'ziman bo'laveradi. Misol uchun Toshkentda ham Quychurchiqda 200 kg ammofoz, 150 kg kaliy bilan ekdik. Bug'doy baquvvat chiqdi.